Tushda qush ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'p qushlarni ko'rgan kishi zaif va nochor kimsa deb ta'bir qilinadi. Kaklik ko'rgan kishining iymoni zaifdir. To'tiqush ko'rgan kishi shirinso'z suhbatdosh sanaladi. Tushda moda to'tiqush ko'rgan kishi erkak bo'lsa sohibjamol ayolga uylanadi. Tushda mayna ko'rgan kishi ko'p xizmatkor ishlatadi. Boyo'g'lini tush ko'rgan kishi donishmand bo'ladi. Tushda anqoq ko'rgan kishi mol davlatga ega bo'ladi. Qush go'shtini yeganini ko'rgan kishi murodiga yetadi. Tushda bulbul ko'rgan kishi Qur'on o'qishni o'rganadi. Kaptar ko'rgan kishi ajoyib umr yo'ldoshini topadi. Tushda ko'rilgan notanish qush uydan kichkina tosh, barg, qurt yoki shularga o'xshash biron narsani ko'tarib osmonga uchsa, o'sha uydagi bemor dunyodan o'tadi. Tushdagi notanish qush Azroil alayhissalomdir. Go'shti yeyiladigan qush ko'rish osonlik bilan quriladigan foyda. Sayroq qushlarni ko'rish solih qavmga ishoradir. Uchmaydigan qushning uchganini ko'rish ahdni buzish va isyondan darakdir. Tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.